Ka'bani ko'rganingizda qanaqa hayajon bo'ldi? Birinchi ko'rganingizda. Endi u narsani til bilan ifoda qilib bo'lmaydi. Sizga aytibman, mana ko'zimni ochib. Choy ichib o'tirsam, bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Aytsam maylimi hammaga? Mayli. Kampirga ovqat yediryapsiz, Ha? a? Necha yil bo'ldi turmush qurganinglarga? 50 yil bo'lyapti. 50 yil bo'lyapti. Mashaalloh. 50 yildan beri shu ishni qilasizmi? Ha? O'zingiz ovqat yedirasiz? Ha. Mashaalloh. Bir-birimizga shunaqa qilib yelkalanib yuramiz. Alloh umringizni ziyoda qilsin, Hoji bobo. Siz qayerdan keldingiz hozir umra ziyoratiga? Umra ziyorat Samara shahrida. O'zim asli xonadonlik ko'chkaylar. Ha. Ko'chkaylar. Xonadonlisiz, Samara shahridan keldingiz. Ha. Moskvadan uchdiga, xudo xolasa birgalikda. Kamchiliklar bo'lmayaptimi? Yo'q, Xudoga shukr. Hammasi yaxshi, xudo xolasa. Maza qilib ibodatlarni qilyapsizmi? Ha, albatta. Ka'bani ko'rganingizda qanaqa hayajon bo'ldi? Birinchi ko'rganingizda. Endi u narsani til bilan ifoda qilib bo'lmaydi. Sizga aytibman, mana ko'zimni ochib. Kim jo'natdi sizni bu yerga, Hoji bobo? O'g'illarim. Alloh rozi bo'lsin. Shunday farzandlar tarbiya qilgan ekansiz, qarang. Bitta duo qilib berasiz endi farzandlaringizni, Hoji bobo. Esalikka holatda jo'natib qo'yaman. Allohning ikkalasini dunyosini, oxiratini obod qilsin. Amin. Menga qilgan hamma yaxshiliklarni bolalaridan qaytib olsin. Uzoq yillarga salomat bo'lsin. Diniy iymonni baquvvat qilsin, tanasini salomat qilsin. Allohu akbar.